Salom barchaga, bugun sizlar bilan Zander o'z kanalida ko'rishtiribmiz. Nom ajoyib chiqqan, o'zi ham g'alati chiqqan bolalar, uzr. Bu nom uchun o'zgartiramiz yaqinda, lekin hozircha shu mashhur hozircha shu tursin. Xo'p, bu meni serverimda sizlarga tanishtirmoqchiman. Xo'p, bolalar, ana ya'ni obuna bo'linglar kanalimizga, kanalga obuna. Ya'ni mana server kirsaning albatta ranklar bepul va tekin, hech qanaqa pul olmaymiz sizlardan, albatta tekin. Xo'p, mana imperator rankimiz atiga 100 mingta kill qilsalaring bepulga beriladi. General kitam, general rankam 900 ta kill evaziga sizlarga bepul beriladi. Afsona ranki ham shunday 800 ta, lekin elitini o'shni olish kerak bo'ladi. Ya'ni pulga emas, u ham bir joylardan chiqadi. Bolalar, vida keyslar bor. Bali afsona keysi, ya'ni hal bitmagan keys bunda. Totem imperator bor hozircha bunda. Xo'p, bu rank donat keys bo'ladi, rank donat keys. Bu rank donat keysda ya'ni yangi playerlarga men o'zim beraman bepulga bir dona. Keyin ochsan, albatta sizlarga nima nasib bo'lsa o'sha chiqadi. Bu yerda yordamchi narsa, o'zlaring xohlagan narsa qilaverasizlar. Короче, bu server IP'si server IP'si tepalaringda turibdi. Bemalol hozircha indimga bitta server kirishlaringiz mumkin. Men adminlar peshtaxtasi deb yozilgan mana. Xo'p, mana asosiysi, mana asosiy adminlar degan Zanderos XX Ender XX, ya'ni bu uncha admin, lekin admin bo'lgan bilan reklama admin, mana o'zi reklama admin. Xo'p, men asosiy admin, bu asosiy admin, buni reklama. Xo'p, bu yerda auksion, ya'ni ahdiboslarning chiqadi. Hamma bilsa kerak. Kitlardan men ko'rsatyapman. Prim kitlardan tanker kiti men ko'ryapsizlar. Xo'p, serverga kirib bemalol o'ynashlaringiz mumkin. Mana yerda mudirlar tanlamagan bo'lar. Omadinglar kelsa mudir bo'lasizlar. Mudirlar peshtaxtasi g'alati. Короче, menga mudirlar olaman, ya'ni mudirlar, ranklar olaman. Xo'p, media esa prim ranklar. YouTuber, media, tanker, hunter, ovchi. Xo'p, tanker kitin rankini o'zim qo'shdim. Media esa oddiy donat keys. Oddiy donat keys. Donat keyslar bitmaguncha indimga bu serverda sizlarga bitiraman. Bemalol IP'ni kirib o'ynashlaring mumkin. RTP ya'ni xo'p, RTPni ichidan RTP deb olsang bo'ladi. Qanday? Mayda kutinglarda, keyin birdan menga ketib qolmanglarda, qaytib qimirlamanglar. Qimirlasalaring bo'ladi bu. Mana soni kutinglarda, endi bu 6 son 10 soniya sabr qiling, mayda chiqmay qolyapti-da. Teleportatsiya qiladi random joyga. Xo'p, o'zlaringiz mazza qilsanglar, masalan mayda varib Pavon deysizlar. Oddiychilarga endi varpni men qo'ygan varplar ko'rinmaydi. Shuning uchun men yordamchi komandalar yozganman. RTP uchun varp RTP yoki RTPga boring. Kitlarni ko'rish uchun kit komandasi. Hamma biladi buni. Birinchi login qilasizlar. Sizlarga afkni bitta adashib ketdim-da. Sizlarga bitta afkni ham ko'rsatayinda bor. Mana afk meydi. Yoki varp afk desalaring ham kelasizlar. Varp afk desalaring ham kelasizlar. Xo'p, bu afk hamma biladi va varp PvP va shaxtalarimiz bor. Xo'p, mana shaxta. Butun server ko'rsatib chiqishim shart sizlarga. Xo'p, mana shaxtaga yozganman. O'zman zonasiga kelsam, mana
Ana yashil vaqt yurasizlar, o'sha tugasa shaxta yana yangilanadi. Hop, men yozganman. Shaxtani yangilanishi vaqtini qizil chiziqni ichiga kiring. Ko'rasiz deb yozilgan. Hop, enchant bir narsa sozaladi. Ataylab qo'yganman. Hop, warp pulga deb yozsang bo'lar. Men qo'ygan warplar sizlarga ko'rinmasa ham, warplarga borib, mayda mazza qilib qilsang ham bo'ladi. Mayda sadaq itans. Mayda pul mani bilmayman.